Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İslam və Biz proqramımızın 64-cü sanını görüşlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğun. Qadirli görürmələrimiz, proqramımız başlayan gündən ta bugün günə hər həftədə hər müsəlmanın ki, çoxum dinidən ait roşan, aniq düşünüşü kerak bo'lgan məsələni tema şəkildə huzuruna sunub kelyapmiz. Allah ömür bəgən müddətcə yana davam qılımız. Aldığımız həftə ötən həftə ve sebepler tüpeyilden devam kılamadık. Şundakla bir gün yana 15 minut geçip kaldık. Keçiyorum sorayımız elan kılınan vakitin. Hem Allah'a malum boğandaki programımızdan daimlik aziz mehmeni Şarkı Türkistan Ölüm Ala Birliki azası, şundakla Dünya Müslüman Alına Birliki azası Ustaz Abdurrahman Cemal Kaşıgari'ni teklif kıldık. Kıymetli vaktin çıkarıp, kadem taşırıp kılganlık için, ziyaretimizi kabul kılganlık için köp rahmet eytimiz. Rahmet. Allah razı olsun. Qadirli görürmələrimiz, programımız YouTube və Facebook kanallarımız arqalıq Naq Meydan'dan takip edilir. Ekran aldı çıxıb duruyatqan numaralar arqalıq programımızға alaqadar fikir təklif, suallarına bolsa soruşanlardan ümid qılımız. Şundaqla köplügən qaydaşlarımızın paydalanışı üçün həm bəhərləb qoyuşuna, həm unutmayısınlar. Elanımızda bəgəndək bugün siyasi hərəkətinin ki, siyasi hərəkət əhdinamesi yoki şərtnamesi deyəndək temada toxtalmaqçı. Elbette biz bundan ilgirki ahirki programlarda asasiyaten siyasi sahadakilerge köprek toxtuluvatımız ahirki 5-6 bilim programda. Bir-birden intayin muhim temalar tilg'a elinib kelyapti, o'tirib qo'yilib kelyapti. Bugungi buna ait zil bir masala. Her bir tashkilot bugünkidek ahvolda turayotgan bir millatimiz ve onunki xizmatini qilman deyotgan rahbarlar şundaqla şularni ko'tirib, şularni aqistiradigan xalqlarning biz xalqlarning nima qilishimiz kerakligi haqida islomning nuri ostida Qur'on va sunnat asosidagi yo'l yo'riqlarni tushuntirib kelyapmiz. Bugungi temamiz buna ait muhim bir tema. Hamda bu temani qo'yib o'ltirib ustoz bevosita kirsak programmamizga bu siyosiy harakat ahdinamasi degan nima oldi bilan shundan bir kirsak. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına Peygamberimizge dua salamlar olsun. Siyasi hareket ahdinamesi yoki siyasi hareket şartnamesi degan bu noktada to'xtalgan vaqtimizda dastlabki o'zimiz bir qator bir qarab chiqish to'g'ri keladi. Ahvolimiz qaraydigan bo'lsak, bugunkidek kimligimiz ve vatan milletinin qiyinchiliklari her taraftan eg'irlashib ketayotgan bir vaziyatda hem bunun qarta hareket qilayotgan ya xizmat qilayotgan siyosiy hareketlerinin tasavvurlari turlik bo'lib bir noktaga kelinmagan bir paytda siyasi prinsip birligi shakllantirilmasa siyosiy hareketimizningki kelgusi jonliq bo'lmaydi. Yoki maqsad qilgandek bo'lmaydi. Çünkü siyasi hareketler qarsak, siyasi hareketlerdeki kısmen idea to'qinishları, hukuk to'qinishları, ichki to'qinishlar, bir-birini bosh egdirish urinishları yoki bir-biriga okvolish urinishları degan o'xshash bu qilmishlar siyosiy hareketni texmi yomon oqibatga boshlab bordi. Şu siyasi hareketler güçlü birleştirdiğin, tasavvurlarını yakınlaştırdiğin ve talaş tartışlarını kaideye saldığın siyasi hareket ahdinamesini tüzüp çıkışka intayin muhtaç deb qarayım. Hazırkıdek vaziyette sözleş bihacet olgan, hemmimiz bildiğin hazırkıdek bir vaziyette siyasi hareketlerinin ortak bir ahdiname asasida hamkorlashib harakat qilishi Allohning oldidagi farz ibodat. Hozirgidek bir vaziyatda siyosiy harakatlarning ortak siyosiy harakat shartnomasi asosida hamkorlashib harakat qilishi Allohning oldida farz hisoblanadi. Millat, vatan va tarixning oldida mas'uliyat hisoblanadi. Hem bu shartnoma xalqimizni
saqlab qolishning, kimligimizni himoya qilishningki birdan-bir to'g'ri yo'l hisoblanadi. Chunki siyosiy harakat shartnomasi so'zni birlashtirish, ish harakatni birlashtirish uchun qilingan chaqiriqdir. Siyosiy harakat ahdnomasi o'zaro hamkorlashish va moslashish uchun e'lon qilingan chaqiriqdir. Siyosiy harakat ahdnomasi o'zini tekshirish yo'lidagi ilgirlashdir. Siyosiy harakat ahdnomasi xizmat usulini va xizmat tasavvurlarini murojaat qilib chiqishga uyg'onish bosqichidir. Yani talabga loyiq bo'libdimi, bo'lmabdimi, o'zgartiradigan yeri bormi, yo'qmi qarab chiqishga bir bosqich. Bu siyosiy harakat ahdnomasi demak, siyosiy jihatdan pishib yetilganlikning alomatidir. Siyosiy jihatdan pishib yetilgancha hamkorlashish, birlashish bosqichi taraqqiy qiladi. Parchalanish, bo'linish bosqichi yiroqlashadi. Siyosiy harakat ahdnomasi shakllangan vaqtda ichki to'qinish, bo'linish omillaridan saqlanib qolgani bo'ladi. Talash tortish doiralarini taraytib, hamkorlashish doiralarini kengaytgani bo'ladi. Navoda siyosiy aqimlar yoki siyosiy tashkilotlar orasida burun ba'zi bir uqishmasliklar yuz bergan bo'lsa, yoki ba'zi taraflar qisman xatolik yuz bergan bo'lsa, buni ko'mib o'tib yoki tashlab o'tib, yangi bet echish, yangi munosabat qurish uchun to'g'ri bir xarid hisoblanadi. Ammo afsuski hozirga qadar 20 yil ilgari yuz bergan ba'zi bir siyosiy xatoliklar yoki ba'zi bir uqishmasliklar hozirga qadar hamkorlik va o'zaro moslash harakat qilishga og'ir to'sqinlik bo'lmoqda. Xo'sh. Siyosiy arboblar yoki siyosiy faoliyatchilar hamkorlik bo'lmasa, vatan millatning qiyinchiligini hal qilgani bo'lmaydi deganning qanoat yo'li dal siyosiy harakat shartnomasi. Ya'ni siyosiy harakat shartnomasi tuzib chiqish muhim degan vaqt nima uchun deydi bo'lsa, hamkorlik bo'lmasa bu vatanning, bu millatning qiyinchiligini hal qilgani bo'lmaydi degan qanoat yetgan vaqtda endi mush yo'lga keladi. Ya'ni oxirgi bir bosqich bu. Xo'sh. Demak, siyosiy harakat shartnomasini tutib menish vatan millatning yuksak manfaatini unutib qolmaganlikning ifodasi. Hamda vatan millatning manfaatini shaxsiy manfaatdan yoki tashkilot manfaatidan ustun o'ringa qo'yganlikning dalilidir iborat. Mana bu shartnomaning qisqacha izohati yoki ifodasi. Xo'sh, xo'sh. Ko'p rahmat. Hamda so'zingizdan haqiqatan bundan burungi programmalardami ko'p qatim dedik mushu tashkilotlarningki qanday birlashishi kerak, qanday o'rtaq harakat elib berish kerak degan masalalarni. Bugun ahdnoma haqida bir kirish so'z qildingiz. Ahdnoma tuzib chiqish nima uchun shuncha muhim degani biroz oshqon bo'lsak mishani. Buni ahdnoma deb atayli yoki shartnoma deb atayli. Xo'sh. Ahdnoma deganimiz mush ahdnomaga imzo qo'ygan yoki uni tasdiqlagan yoki shuningga ma'qullik ifodasini bildirgan har qanday bir taraf, har qanday bir arbab, har qanday bir tashkilot uchun tutib kerak bo'lgan siyosiy harakat xaritasi demakdir. Buni ahdnoma ya shartnoma dedi. Demak, qaysi bir taraf buni imzo qo'ygan bo'lsa, buni qo'llagan bo'lsa, buni tasdiqlagan bo'lsa, bundan keyingi siyosiy harakat yo'l tutmaydigan yo'l xaritasi demakdir. Bu sebepten siyasi harakat ahdnomasi tuzib chiqishda her qanday zamanda olsun hazırlanmaz. Yoki her qanday bir makan ya her qanday bir davlat olsun, dünyanın nerede bo'lsa qat'i nazar millatni birlashtirishga yaraydigan yoki millatning o'zaro hamkorlashishga yo'l ocha oladigan amaliy omillarni asos qilib tuzib chiqish lozim. Yani bunda deyishimiz maqsad belki bazı felsefelerden yoki bazı tasavvurlardan qiziqib, bunda o'z ish yaxshi bo'lib ketgan deyish mumkin. Gerçi o ko'z qarash yoki o tasavvur ko'rinishda yaxshi bo'lgan bo'lsa-mu, ammo ma millatni birlashtirishga yaramdi, yaramamdi. Bu millatda hamkorlik yo'l ochishga kelam kammamdi. Buning qarash intayin muhim. Endi bu millatni birlashtirgani bo'ldigan amaliy omillarni tövendike men 3 noktaga yig'inchaqlayman. Birinchi,
o'rtaq nishon asos qilish. Shartnoma tuzishda o'rtaq nishonni asos qilish intayin muhim. Milletimiz qarasak, milletimiz aqida, vatan, millat, til, madaniyat, tarix, qimmat qarash jihatlarda yoki qimmat qarashga o'xshash bu kimlik omillarda o'rtaqlik ega. Bu ajoyib yuksak bir ne'mat bu. Milletimizning kimligida asosan hammalar ittifoq. Milletimizni jug'lab turadigan kimlik omillari da hammalar o'rtaq. Shu narsani, ya'ni kimligimizning omillarini ifodalaydigan bu yuqorqi masalalarni qo'llash, buni himoya qilish, buni saqlash, buni o'rtaga chiqarishni asos nishon qilgan vaqtida mana bu shartnomaningki yo'li ya xaritasi to'g'ri tuzilgan bo'ladi. Qaraydigan bo'lsak, bizning kimligimizda aqida omili bor, vatan bor, millat bor, til bor, madaniyat bor, tarix bor, qimmat qarashimiz bor. Biz coğrafyanı vatan deb atadik. Siyosiy qimmat qarashimiz bor buning uchun. Mana mush omillarni bir tutash holati himoya qilish, buni qo'g'dashda qaysi tashkilot bo'lsin, qanday aqim bo'lsin, buni himoya o'rtaq nishon qo'ygan vaqtida men birlashishning ochqishi yoki hamkorlikning ochqishi oldimizda echilgan bo'ladi. Bo'lib bu kimligimizning omillarningki ishida aqida omiliga sal qarash bo'lmaydi. Ammo afsuski aramizda ba'zanlar bu aqidani o'zgartirib beqish, ya aqidadan chetlab beqish, yoki bu aqidadan voz kechish deganga o'xshash ba'zi bir masalalarni yoki ba'zi bir tutami yo'q ko'z qarashlarni o'tirib qo'ya baqyapti. Ammo shuni o'tirib qo'ygan qarindoshlar bu aqidani tushungan bo'lsa, bu aqidaning mohiyatiga yetgan bo'lsa, bir tadqiq qilib izlangan bo'lsa, hargiz undoq demaydi. Xo'sh. Nima uchun degan vaqtda, chunki bu aqida bu millatning ruhi bu. Bu millatninki qimmat qarash turiki. Ya'ni millatga ruh beradigan, millatga jon beradigan, millat ruh beradigan narsa bu aqida. Bu millat jinini ato qila olsa, melini bera olsa, vaqtini chiqara olsa, bu aqida uchun bir. Agar bu aqida bo'lmay qolsa, bu kurashda o kaynak chiqinadi yoki has qo'shqin o'namaydi. Shuningdek, kimligimizda bir-biridan ayrilmaydigan Uyg'urlik, Türklik ve Müslümanlıktan ibaret 3 amilga daxil taruz yetkazishdan saqlanish lazım. Bu 3 amildan qaysi birisiga daxil taruz yetsa, bu hamkorlik masalasi yoki siyosiy harakat ahdnomasi to'salg'i chiqadi. Biz Uyg'urligimizdan voz kechmaymiz. Allohning taqdiri. Uyg'urimiz. Hem Türklikten voz kechmaymiz. Çünkü biz Türk milletinin bir tarixi. Bu Allah'ın takdiri. Hiç kim bunu inkar kılanmaydı, qarşı çıkanmaydı. Gerçi siyasi vaziyet bundan olgan bolsun mu? Yani bizden menfaatimiz bazı baslaşmagan bolsun. Ama özümüzden tenip durup, özümüzden kıymet karşıdan, özümüzden vücut eden, özümüzden felsefesinden kimlikten tenip durup bu siyasi hareketi kıyğın olmaydı. Müslümanlığımız özümüzden iradesi, ruhimiz milletinki takdiriyle bağlangan bir ruh o. Bu birinci mesele. İkinci mesele hamkorlikni himoya qilish ve bölüş siyasi fırsat yaratib bermesi. Eğer şartlarni tuzgan bo'lsak, ikinci maddada hamkorlikni himoya qilish ve bölüş siyasi fırsat yaratib bermesi degan maddani cho'qim kirgizish lazım. İkinci bo'lib. Yani her qanday bir siyasi harakat mush ahdnomani asos qilib harakat qilgan vaqtida düşmanning siyosiy kuchlarni bo'lib yo'qotish, siyosiy kuchlarni bir-biriga o'zaro selib yug'ishtirish va sun'iy yasalma kuchlarni paydo qilib haqiqiy vatanparvarlar, haqiqiy kurashchilar yoki haqiqiy prinsipchilar yoki haqiqiy mujohidlar yoki haqiqiy siyosatchilarni maydondan yiroqlashtirish iborat. Bu illatdan ya bu hiyla-mekardan buningdan saqlanib qoladi. Çünkü düşmanning siyosati bir-biriga selish, o'zaro parchalash yoki yasalma kuchlarni, yasalma tashkilotlarni, yasalma saxtlarni o'tirg'a chiqishlar qilib, haqiqiy kurash maydoniga odamlarni kalatsiz qilishdan iborat. Bu siyosatni qo'llanganligini buni unutmaslik kerak. Shu buning siyosiy arboblar siyosiy harakat ahdinam tuzib chiqqan vaqtida saxtpazlar, xoinlar, sotqinlar, mansabparastlar, manfaatparastlar bu bozorda yoki bu harakat sohasida o'rin topolmaydi.
Ekşe siyasi prensip birlik bo'lmasa yoki siyosiy harakat ahdinamasi shakllanmay qolib qolsa, u vaqtida qisman ideya farqlari sababidan, siyosiy harakat qilish usullarining turli bo'lishi sababidan yoki tushunchaninki xilma-xil bo'lishi sababidan yoki manfaat ko'zlangan manfaatning har xil bo'lishi sababidan hamkorlashish yo'li va qiyin to'xtaydi. Yoki bo'lmasa bölünüş amili yoki parçalanish holati ko'z oldimizda har zaman ko'rinib turdi. Shu bu bölünüşning oldini olish, parçalanishning oldini olish uchun siyosiy harakat bir ahdi bersak, bir qasam bersak, bir imzo qo'ysak, buni bir shartnoma deb harakatimizdan xarid tutmasak, u vaqtida hamkorlik, birlikning yo'li ochilgan bo'ladi. Yo'limiz bundan keyin dag'dam oldi qarab ma'an. Shunga düşmanning parchalab boshqarish siyosatiga taqobil turishning to'g'ri yo'li siyosiy harakat ahdinomasini tuzib chiqishdir. Yoki siyosiy harakat ahdinomasini kim bo'lishidan qat'iy nazar uni asos qilmoqdir. Ham uningda ilgari, ham hozir bu mustaqil shakllanmadi. Xo'sh. Ham uningda ilgari har bir inson mushu kurashning bir a'zosi bo'lib bilan, bir musulmon bo'lib bilan, bir Uyg'ur bo'lib bilan, bir Sharq Turkistonlik bo'lib bilan o'zining ustidagi bu omonat va mas'uliyatni ado qilish lozim. Uyg'urlik bilan mas'uliyati va musulmonlik bilan mas'uliyati va Sharq Turkistonlik bo'lish e'tibori bilan mas'uliyati va insonlik mas'uliyati va bu mas'uliyatni ado qilish lozim. Har kim kimlik masalasida ve vatan millet hizmet qilish masalasida o'zi bilan samimiy bo'lish bu intayin muhim. Yani her taraf kimlik masalasida ve vatan milletning manfaatini üstün ko'rgan vaqtida enin kendidan o'rtaq nishon ve o'rtaq manfaat asosida siyosiy harakat ahdinomasini ondan tuzib chiqqan bo'ladi. Bu ikkinchi omil. Üçüncü amil birbirining qiynoq kirmaslik, birbirining izzat obro'yini to'kmaslik ve birbirining kuchini bekaga zoya qilib etmaslik lozim. Bu ahdinomaniki üçüncü maddasi. Yani xoinlardan boshqa qarindoshlarning qinin to'kashga bo'lmaydi. Sahtbazlardan başka kişilerin ki yoki vatandaşlarning yoki yurtdoshlarning yoki millatimizning izzat obro'yini dafsanda qilishga yoki daxl tarsiz qilishga bo'lmaydi. Yoki siyosiy arboblarning yoki mushu millat uchun, mushu vatan uchun, mushu din uchun, mushu kimligimiz uchun harakat qilayotgan har kimning kuchini uni e'tibordan saqit qilishga yoki uni qimmatsizlashtirishga bo'lmaydi. Shuningdek, millatning kuchini xo'rtib tashlaydigan foydasiz jidal mojarolar, qimmatsiz talash tortishlarning oldini olish uchun bu talash tortishlarni rad qiladigan shartnoma tuzib chiqish intayin muhim. Mush uch omil bu shartnoma tuzib chiqishga eng muhim omillarniki asosiy hisoblanadi. Ya'ni birisi millatningki o'rtaq g'oyasini asos qilish, ikkinchisi hamkorlikni asos qilmagish, parchalashib fursat bermaslik, üçüncüsü o'zaro qarindoshlikni himoya qilish, bir-birining izzatiga, bir-birining qiniga, bir-birini chaqildirib qilmaslik, yana birisininki harakatni to'salg'ilab uning kuchini bekor qilib etmaslik. Bu ahdinomaga rioya qilgan vaqtimizda yo'limiz oldiga qarab boradi. Xo'sh. Xo'sh, unda bo'lsa shu ahdinomaninki yoki shartnomaninki eng muhim asoslari haqida biroz buni ochgan bo'lsak, qaysilar eng muhim asoslari? Yuqoriga qo'shimcha deymizki, bu shartnomaning eng muhim asoslaridan birisi. Birinchisi millatning aqidasini va qimmat qarashini hurmatlash. Balki ba'zilar yoqmasligi mumkin. Bu aqida bizga nima qilib deyishi mumkin. Bu islom aqidasi bizni musholat qo'ymadimi deyishim. Ammo shu insondan sen aqidaning nimaligini bilamsan. Sen bu aqidaga samimiy bo'lib baqdingmi hayotingda? Sen dunyo ko'z qarashsan yashab baqding bo'lsa, ya ba ya yo'qning o'rnida. O'zi bilmay turib bu ba'zi xil tushunchalar o'tirib qo'yish mumkin. Bir maqol tamsil inson bilmagan narsani tushunmaydi. Demak, bu aqidaning ruhini, falsafasini, dunyo ko'z qarashini mana bu insonlar o'zlari o'tirib qo'yayotgan adolat,
erkinlik, barobarlik, insoflar qanday qarab bilmaganlik uchun shu ba'zanda ta'tu gap qilishi yoki ta'tu ko'z qarashda bo'lishi mumkin. Endi hozirgidek bir zil paytda her turli aqim ve her türlü ideya çekilip ketken bu milletni İslam aqidasidan boshqa bir narsa bir nuqtaga ekilinmaydi. Uyg'urlikni ko'tarib chiqayli, ba'zi kelishi mumkin, ba'zi qilmas. Ammo Uyg'urlikdan voz kechaydi demak emas. Uyg'urlikdan hech qanday voz kechmaydi. Chunki Allohning taqdiri. Allah bizni Uyg'ur qilib yaratdi, buni faxrlanamiz, sharaf his qilamiz. Bu bizni birlashtirgan omil. Ammo buning ruhi bor. Buni kuchlantiradigan, Uyg'urlikni taqimni olg'ishtiradigan, bundan foydalanishni o'ttirib chiqargan aqid ruhi bor. İslam aqidasi bor. Hargiz Uyg'urlik bilan taqashmaydigan, turklik bilan taqashmaydigan, insonlik bilan taqashmaydigan, vatanparvar taqashmaydigan İslam aqidasi bor. Bu ruh uni. Buni oldin o'rin qo'yib, qilgan vaqtimizda qolgan omillar bir-bir zid kelmay, hammasi moslashmadi. Xo'sh. Bu millatni İslam aqidasidan boshqa narsalar bir yerga ekkanaman deb bo'lmaydi. Uni ko'tarib chiqishimiz mumkin, buni ko'tarib chiqish mumkin. İslam aqidasiga o'xshash bir yerga ekkiladigan bir aqida yo'q. Ammo aqida sog'lom bo'la olsak, samimiy bo'la olsak, ixlos holatiga kela olsak, bir yerga kelish, o'rtaq nuqtaga kelish oson to'xtaydi. Chunki bunda deyishimiz sabab, chunki İslam aqidasi bu millatning dini. Bu millatning madaniyati ve bu milletinin kıymet karşı. İkinciden siyasi akımlarının hemmesi degidek İslam dinine itikat kılır. Ya ki tanımaydı İslam itikadı. Bu bir alayda artıkçılık bizdeki. Bizden millet yani millet, bizden millet. Milletimiz Müslüman, siyasi erbaplarımız Müslüman. Samimi olsun ya ki bundak olsun. Yani özünün Müslüman deyişte hicirlik his kılmaydı. Özünün Müslümanlıkını cakalaştı, işkilinip kalmaydı. Bu mu bizden birleştirişke sebep olduğun en mühim amillerden birisi. Hoş. Belki başka millette tepilmesi mümkün ama bizde cemiyet bilen, millet bilen siyasi erbaplarına artık ki bu hemkarlık görür ki bu hemkarlık açıkçı bizde tepilir. Bu da açıkçı. Şuna zulümü baş ilgişini horluk deyip karaydıgan, zulümü baş ilgişini günah, cinayet ve mesuliyetsiz deyip karaydıgan, erkinlik, hürlük, adaletini perz deyip karaydıgan, İslam aqidasi bu milletni birleştirishni yoki hamkorlashtirishni yoki bu milletni qo'zg'ashni yoki harakatlantirishning eng muhim omili hisoblanadi. Milletning ochqishini topmay turib bu milletni harakatlantirgani bo'lmaydi. Buni unutmaslik lozim. Xo'sh. Endi biz islom aqidasini siyosiy harakatning asosi qilaylik degan vaqtimizda bu milletning irodasiga va qimmat qarshi tayanganlikdir. Millet nimaga jon berdi? Aqidasi uchun jon berdi. Millet nima uchun zakotlarni, sadaqalarni, xayriy ihsonlarni berdi? Nima uchun bu siyosiy harakatlarni qo'llaydi? Aqidasi uchun, fi sabilillah bo'lganlik uchun, Allohning rozilik bo'lganlik uchun qo'llaydi. Shuni bu yerda siyosiy harakatimizda mana islom aqidasi asos qilish lozim. Hatta bazı Amerika'daki bazı erbaplarımı siyasi faaliyet kılıvatkan bolsa, hareket kılıvatkan bolsa, tabi halette bazılarının hayri ihsan deyip kıygan, bazılarının zakat deyip kıygan pulları olan kılıvatkanlığı, bu akidenin küçüdün bola otur. Bu degenimiz herkes mi yeni devirde ortaya çıkan, siyasi felsefeler ortaya çıkan, yakşı vasıtalardan, faydalık vasıtalardan faydalanmasan buludu degenlerini göstermeyi. Yani İslam aqidasi tutmaganlik qag'inamiz cho'rvat deganlik ko'rsatmaydi. Yani yangi davrda siyosiy nazariya, siyosiy falsafa, siyosiy prinsiplar yoki siyosiy tasavvurlarning foydalaridan foydalanma deganlik ko'rsatmaydi. Biz bu haqda ilgari ko'p to'xtalib ketdik. Balki bu yerda islom aqidasi tutmayli deganlikdan maqsad o'z kimligimiz, qimmat qarashlarimiz va madaniyatimizni chin esalayli degan ifodalaydi. Ammo shu qimmat qarashimizga, madaniyatimizga ideyimizga uygun keldiğin vasıtalardan, siyasi taktiklerden, siyasi nazariyalardan faydalansak her zaman yol açık. Bu hakkında çok toxtaldık. Bunda deyişimizin sebep, çünkü bu milletin akidesi, milletin iradesi ve milletin kımmet karşını
asas qilgan shartnoma bu millatni harakatlantirishga, millatni birlashtirishga va talash tortishlarni azaytishga kifillik qila oladi. Chunki bu millatning irodasi, millatning qimmat qat. Undan bu millatni harakatlantirish, millatni birlashtirish, hamkorlik yo'li ochish va talash taraytimiz aytganmiz, millatning yuragidan, millatning ruhidan yo'l ochish lozim. Bu birinchi omil. Ehtinom tuzib chiqishdan keyin yoki ehtinomning eng muhim omillarning ikkinchisi vatanparvarlikni asos qilish. Bu vatanparvarlikni alohida qimmatli bir narsa. Hurmatlash tegishlik, qo'g'dash tegishlik, faxrlanish tegishlik, ahamiyat berish tegishlik bir omil. Shuna bu vatanparvarlik o'zaro hamkorlik shakllantirishga muhim vositalarning birisi hisoblanadi. Chunki vatan millatiga sodiq bo'lish, vatanparvar demak, vataniga sodiq bo'lish, millatiga sodiq bo'lish, kimligiga sodiq bo'lish, qimmat qarshi sodiq bo'lish degan bu vatanparvar nimasi. Chunki vatan millatiga sodiq bo'lgan va vatan millatininki izzat sharaf uchun xizmatni sharaf deb biladigan va mas'uliyat deb qaraydigan, majburiyat deb qaraydigan bu kishilar bilan hamkorlik o'rnatish osonga to'xtaydi. Ham bu nuqtaga ahamiyat berish intayin muhim omil hisoblanadi. Shunga vatanparvar deb qaragan odam diniga xiyonat qilmaydi. Kimligiga xiyonat qilmaydi, vataniga ziyonkashlik qilmaydi, millatiga ziyonkashlik qilmaydi. Haqiqiy vatanparvar bo'lsin. Ammo vatanning hurmatligiga intilmaydigan yoki millatining qimmat qarashini hurmatlamaydigan, nimagarim millat bilan meni ishlaymayadi. Yoki millatining bir butun kimligini parchalab tashlash urinadigan ishlar bu vatanparvar emas. Haqiqiy vatanparvarlik o'lchib tushmaydi. Saxta vatanparvarlik bu. Nima uchun shunday deyapsiz? Xalqning qimmat qarashini, o'zi harakat qilayotgan, o'zi kuch chiqarayotgan, o'zi kurash qilayotgan xalqning qimmat qarashlarini, kimligini muqaddas deb qaragan narsa hurmatlangan shaxsni qanday millatparvar, qanday vatanparvar degan vosita. Uchinchi omil odamgarchilik qoidalariga rioya qilish. Shartnoma yoki ahdnomaniki muhim omillar uchinchisi odamgarchilikka rioya qilish. Balkim g'alay tuyulishi mumkin, ammo eng muhim nuqtalarning birisi. Biz 3-4 programmada vaqt to'xtaldik odamgarchilik. Xo'sh. Gerçi bosh qismda olsin. Siyosiy harakat ahdnomasi yoki siyosiy harakat shartnomasida odamgarchilikka va adab axloq rioya qilish intayin muhim. Ya'ni qilayotgan har bir ishlarimiz odamgarchilik tushunadi, tushunmaydi. Bizda odamgarchilik deydigan bir qoida bor. Odam bo'lish deydigan bir qoida bor. Aqidamizdan kelgan, madaniyatimizdan kelgan, qimmat qarashimizdan kelgan. Odamgarchiligi bor deydi. Erkakligi bor deydi. O'z ziyon tasimi millatning manfaati uchun, xalqning manfaati uchun, vatanning manfaati uchun, aqidasining manfaati uchun voz kechadigan erkak odamni buni odamgarchiligi bor. Ya'ni odamgarchilik maqsad o'zaro tuzilgan kelishimlarda yoki ahdnomalarda yoki gap so'zlarda vafodor bo'lish demak. Millatning aqidasini va qimmat qarashini hurmatlash demak. Bu odamgarchilik. Agar odamgarchilik bo'lsa, kimda bo'lsin, o'z millatining qimmat qarashlarini, millati o'z irodasi bilan tanlagan aqidasini hurmatlaydi. Hamda bu millatning hurlik bo'lgan, adolatli bo'lgan, erkinlik bo'lgan va insoniy huquqlari bo'lgan intilishni qadrlaydi. Buni odamgarchilik deymiz. Bu 3 omil shartnoma yoki ahdnoma tuzishga eng muhim omillar. Birisi millatning aqidasini va qimmat qarashini hurmatlash, ikkinchisi vatanparvarlikni asos qilish, uchinchisi odamgarchilik qoidalariga rioya qilish. Kim bo'lsa kerak? Xo'sh. Mishat tugdi-ku? Bu asosan nuqtalar tugdi. Xo'sh. Xo'sh, yana oxirida bir qancha savollarim bor deb tikallam hozir. Eng oxirgi savolimni so'rab o'tib uning keyindan so'ray. Endi
Ahdinamının kaideleri nimelerden ibaret? Endi bu ahdinamning moddalarini tuzib chiqishda muhim bo'lgan bir qancha nuqta bor. Bu yerda 3 nuqtani qilganimiz muhimlarda. Birinchi modda yoki birinchi nuqta hech kimni ahdinamini qabul qilishga yoki ahdinamga kirishga zo'rlamaslik. Xo'sh. Balki ba'zilar g'alati bo'lishi mumkin. Ammo amaliyotni chiqish asos qilish. Nurg'ulg'an savol ishorati bor albatta, men endi so'rayman. Shartnoma kimlikka, ya'ni ahdnoma ya shartnoma tuzilgan vaqtida bu kimlikka, vatan millatga, dunyo va oxiratligimizga xizmat qilish xarid sutira tuzildigan bo'lg'achqa bu chaqiriqqa ovoz qo'shish har kimningki aqidasi, har kimning irodasi va har kimning mas'uliyat tuyg'usiga bog'liq. Bu ahdnoma nima uchun tuzildi? Kimligimizni himoya qilish uchun, vatan millatga xizmat qilish uchun, dunyo va oxiratimizni tang himoya qilish uchun tuziladigan bo'lg'achqa bu chaqiriqqa ovoz qo'shish, uning kirish, qatnashish shu odamningki aqidasi, shu odamning vijdoni, shu odamning odamgarchiligi, shu odamningki mas'uliyat tuyg'usiga bog'liq masalalar. Bu sababdan hech qanday bir siyosiy tarafni siyosiy shartnomaga imzo qo'yishga majburlash yaxshi natija kelmaydi. O'zining irodasi bilan, o'zining vijdoni bilan, o'zining mas'uliyati bilan kirsa, imzo qo'ysa, endin kuchini bag'ishlab, janini berib harakat qiladi. Agar majburlansa, uzun bo'lmay parchalanishga, oldigan gapga sabab bo'lishi mumkin. Bu shartnomaga qatnashmagan yuqorqi o'xshash moddalarda asos tuzilgan bu ahdnoma yoki bu shartnomaga qatnashmagan yoki imzo qo'ymagan taraf tabiiy holda o'zligidan chetga qolib qoladi. Nima uchun? Chunki imzo shartnomaning yoki ahdnomaning moddalarining birisi millatningki o'rtaq nishonini qo'g'dash, ya'ni kimligini qo'g'dash. Millatning aqidasi va qimmatqadrini qo'g'dash, vatanparvarlikni qo'g'dash, odamgarchilikni qo'g'dash. Demak, bu fazilatlarga, bu birlashtirilgan omillarni xohlamaydigan odamlar tabiiy holatda chetga qoladi. Chunki millatning aqidasini va qimmatqadrini hurmatlash, millatningki qo'llashini qo'lga keltirsa, uning aksicha millatning aqidasini hurmatlamaslik yoki millatning qimmatqadrini hurmatsizlik qilish bu odamlarning yoki bu odamning xalqdan, millatdan ayrilib qolishiga sabab bo'ladi. Bu birinchi modda. İkinci modda shartnomaga e'tiroz bildirish haqqini e'tirof qilish. Shartnomaga yoki ahdnomaga e'tiroz bildirish haqqini qo'yib qo'yish. Ya'ni bu deganlik shartnomani qabul qilish erkinlik va erkin iroda asosida bo'ladiganlik uchun shartnomaning sirtida ba'zi ko'z qarashlarning mavjud bo'lishi tabiiy. Shartnoma tuzilgan vaqtida bir bölük cemaatler, bir bölük teşkilatlar, bir bölük erbaplar buna imza koydu, şu boşman. Siyasi sahadaki bazı bir adamlar ya bazı bir teşkilatı çettikip kalış mümkün. Onun göz karşı buluşu mümkün özgürce. Şuna sırtlı göz karışlarınki mevcut buluş tabii dediğimiz şu. Çünkü bu erkinlik asasında buluduğun nesel. Bu vicdanı koyulgan, iradeye, mesuliyet duygusu imanı taşınıp koyulgan bir mesul olganlık şu. Hem shartnomaning nishonlaridan biri har xil tasavvurlar orasidagi talash tortishlarni rad qilish va shartnomani ijro qilish qoidalarini tuzib chiqish bo'lganlik uchun bu yerda yana ichki jihatdan har xil tasavvurlarning yoki har xil ko'z qarashlarning bo'lishi tabiiy. Yani shartnoma yoki ahdnomaning nishonlaridan birisi nimasi? Har xil tasavvurdagilarni bir yerga keltirish. Ko'z qarashlarni o'zaro yaqinlashtirish, talash tortishlarni qoidaga solishdir. Unda bo'lgancha shartnoma yuqorqi moddalar g'oyib qilgan asos tuzilsa-mu, endi buni qanday ijro qilamiz degan masalada har xil tasavvurlarning, yana har xil ko'z qarashlarning, yani vasf xarakterlik ko'z qarashlarning yuz berishi bu tabiiy. Xo'sh. Shunga
bu shartnoma tuzgan vaqtida shartnomaning ilmiy talash tortish qilish haqiqiy kepillik qilishi bu intayin shartnoma tuzildi ammo bu shartnomaga ilmiy tanqid qiladigan ilmiy talash tortish qiladigan bunga yo'lni ochib qo'yish lozim bizning deganimiz gap buning kirmaganning hammasi xoin yoki hammasi munofiq yoki hammasi dushman deb aytsak bo'lmaydi chunki bu yerda qur'on sunnatning hammasi aniq bizga kelgan ilohiy va asos tuzgan bo'lmag'ach hammasi garchi bu yuqorida deyilganimiz oyatning taqozosi hadisning taqozosi shariat maqsadidan taqozosi bo'lsa-mu ammo bu yerda ijtihod xarakterlik masalalar bor unda bo'lgan ekan bu har turli aqimlarni o'rtaq bir yerga ekilish uchun taxmi boshqalarni doiraga ilish uchun ilmiy tanqid qilish yoki ilmiy talash tortish qilishga bir nuqtani u yerda ichib qo'yish bu muhim chunki ilmiy tanqid bo'lgan vaqtida yoki ilmiy talash tortish bo'lgan vaqtida qisman ba'zi nuqtalarni yoki ba'zi vositalarni o'zgartirish taraqqiy qildirishga tabiiy holatda ehtiyoj tushadi oxirgi modda bu shartlarni tuzishda suzuq bo'lish ochiq yo'riq bo'lish va xalq vakillarini qatnashtirish muhim ham shartnomaning nishoni uchun tuzildi kimlikni himoya qilish vatan millatni qo'g'dash bo'lganlik uchun siyosiy harakat qilayotgan aqimlar xalqning irodasini hurmatlash to'g'ri keladi siz kim uchun harakat qilasiz bu xalq uchun kim uchun jang qilyapsiz bu xalq uchun kim uchun faoliyat qilyapsiz bu millat mush vatan uchun unda bo'lgancha shu yerda yashaydigan bu odamlarniki irodasini hurmatlang endi har qaysi siyosiy taraf yoki siyosiy arboblar o'zlarining siyosiy planiga ishonchisi bo'lsa planini o'rtaga tashlab xalqni qanoatlantirib xalqning ishonchisi qo'lga keltirsa bo'ladi mening planim bu tutib mangdigan yo'lim bu men qo'shalsam men manda yo'l qilmoqchi manda ish qilmoqchi plani aniq bo'lsin ro'shan bo'lsin xaritasi oshkor bo'lsin bu orqali qanoatlansa bo'ladi eng to'g'ri yo'lmish shu u undaq qildi bu mundaq qildi ani qilib mavmani qilib deb bu hali o'zining mag'lubiyatini oqmagan kasad bozorlarni bir tashkilotga bizga otib qo'ymay planini o'ttirib tashlab xalqni qanoatlantirib adamni yig'ivasi bo'ladi bo'z millatlarni bir tashkilot yig'alisa qanoatlantirib bu taqim yaxshi ish qiladisa qo'llash tegishli plani bilan amaliyati bilan quruq gap bilan haqorat bilan tillash bilan yoki boshqaga otib qo'yishlar emas endi bu shartnoma tuzishda bilimlik va qobiliyatli xalq vakillarini qatnashtirish bu muhim biz xalqni ichidagi oqsoqol deb saqilvani chopini uzunlar qilsak bo'lmaydi yo gilos saqib olganlar qatnashtirsak bo'lmaydi bunga bilimlik va qobiliyatli xalq vakillarini tanlaganlik yoki qatnashtirganlik tuzishga bu xalqning kelgusini belgilashga xalqning o'zini qatnashtirganlik u vaqt xalqim buning has qo'shdi xalqni qo'llaydi natijada bu faoliyat yoki bu ahdnoma shartnoma jonliq bir kalitiga aylandi muhim shu nuqtaga iborat ko'p rahmat haqiqatan mazmun güzel içip berildi deb qarayman endi biz albatta nurg'unlagan lekin yerda insonning ixtiyorsiz holatda savol belgisi keldi shu biz bilgan tunji bölümde tunji qatim so'zladik bu mavzularni qanchalik muhim ekanligini mana shu tashkilotlarning siyosiy harakat qilayotganlarninki birlashishiniki ham buni ham bilganki nimamizni to'xtalgan vaqtida bu ahdnoma yoki shartnomani shuncha bola realligimizga qarasak Turkiyaning o'zi va yoki boshqa yerda hamma yerda nurg'unlagan tashkilotdan to'lnasi yo'q ham bularni birlikka olib keladigan ahdnomani kim tuzdi masalan birisi tuzgan bo'lsa A tashkilot tuzgan bo'lsa qolgan tashkilotlar qanday e'tirof qildi qanday e'tirof qilg'usiz u narsani buni bir bütün tashkilotlarni boshqara oladigan bir mexanizm bo'lish kerak emas buni qanday yaratish kerak bular hal qilinmay turib faqat maslahat berilsa shunday qilinishi kerak deyilsa qilinadigan ishmi bu masalan buni har qanday bir xalq birisi o'ylashi mumkin hamda kallasiga shunday kelishi mumkin chunki hammasi men vatanparvar deydi hammasi men vatanni anglayman men da'vo uchun xalqim uchun ani qilman man qilman hech birisining og'zidan buni aksini anglab boqmadik
Birisi qo'pib 4 odamni yig'ib o'zini butun Sharq Turkiston xalqining jumhur raisi qilib oldi. Ya'ni birisi qo'pib bir narsa qilib oldi. Necha bosh ministerlarimiz bor. Degandek mushundaq odamning kulgisini keltiradigan realligimizda nihoyat bir ahmoqona ishlar ko'p bo'layotgan bir vaziyatda. Bu sistemani qanday bir amalga oshirish mumkin? Bu sistemani ikki nuqta bilan vujud chiqarish mumkin deb qarayman. Birisi ham hozircha vujud chiqmaganlik uchun menki bilishimda balkim bordir. Bu shunaqa iqtidori yetadigan yoki qobiliyati bor deb qaragan qaysi bir qarindosh harakat nazariy sifatida yoki siyosiy prinsip sifatida yoki bir ahdinomning asoslari sifatida bir narsa tuzib o'tirgan olsa, ya'ni buni internetga aytib bozor qilib o'tmay, buni amaliy ish qilayotganlarning o'tirishga olsa demak. Ya'ni siyosatni buni kim tutib olsa, siyosiy tashkilot shularga topshirsa, ya shularning o'tirishga ochib bir ilmiy munozara, ilmiy tashkil qo'ysa, buningki qo'llanib, ya'ni qabul qilmaydigan izohat berilib, qo'shilib, ba'zi ellar bu pishib chiqishi mumkin. Bu birisi. Ikkinchi birisi, buni siyosiy harakatlar qilsa eng to'g'ri bo'ladi. Chunki siyosiy harakat bu rivojlanish uchun, taraqqiy qilish uchun nimaga lozim? Bu siyosiy harakat taxminma oldiga qarab menishi salbiy xatoliklardan saqlanish uchun va boshqalarning ijobiy taraflaridan foydalanish uchun tadqiqot markaziga muhtoj. Tadqiqot markaz bo'lmagan siyosiy faoliyat, siyosiy harakat natija chiqmaydi. Davomli o'zini men to'g'ri deb ketaversa, bir yo'l bir ustiydi yo xatolashadi. Buni jugunni tatib turgan, ma yo'l to'g'ri bo'ldi, ma yo'l xato ketdi. Musulmon bo'lgan biz ma yo'l ilohiy va uyg'un keldi, ma yo'l bizning kimligimiz uyg'un keldi, uyg'un kelmadi deydigan tadqiqot markazining bo'lishi, ya'ni mingining bo'lishi bu intayin muhim. Demak, bu siyosiy tashkilot o'g'inki tabiiy holatda uningki o'zgacha bir tadqiqot markazlari bo'lishi kerak. Qanday bo'lishi qat'iy nazar. Buni ishga solib, har bir tashkilot mush millatninki qimmat qarashi, kimligiga rioya qilgan asosda o'zininki nima ish qilayotganligini to'nigan, kim uchun xizmat qilayotganligini e'tibor qilgan asosda bir siyosiy harakat ahdinomiz tuzib chiqishga harakat qilsa, bo'lsa 4-5 harakat tang harakat qilib har biz tuzib chiqsa, oxiri mushundan suzilib bu millatga yo'l xaritasi o'ttirig'i chiqishi mumkin. Endi bu yerda yuqorida bir izohat berilgandek, bu masala bir shaxsiy tarafidan tuzilgan bo'lsin yoki bir tashkilot taraf tuzilgan bo'lsin, buni o'ttirig'a Facebook dunyosi bilan bozor selib, uni imzo qo'ydig'ini bo'lmaydi. Xalq kimning amosi shu tarafga ketadi, atis yo'q. Buni ya'ni mush amaliy maydonda bo'lgan, sog'lom bo'lgan, ya'ni sog'lom degani Xitoyparast emas, jasus emas, sotqin emas, mansabparast emas, qo'yimichi kazzab emas tashkilotchilarning ichida, ya'ni sog'lom bo'lgan tashkilotlar, mayli uning soni jiq bo'lsin, mayli oz bo'lsin, jiq bo'lishi shart emas. Mana mushularning orasida muzokara qilinsa, mushularning orasida talash tortish bilan bu masala tushirilsa, natija bir. Mana buning bilan bu masalani ro'yobga chiqqan bo'ladi. Siz esimda qilishcha shu bizning programmaning ichida bir balkim 5-10 bölüm, balkim 20. sonlardan keyindiği deyman. Mushunda bir harakat, bundan keyin shunda bir narsa tuzilyapti. Nurg'un tashkilotlar buning ichiga kirmaganlar sirtida qoldi, bara tushib qoldi degan tans. Masalan, buni hozir tuzilib chiqsa deyapsiz. Buni tuzilmadimi hozirgacha masalan bundan narsalar? Bir yo'l xarita. Bu mushunda bo'lishi kerak deydigan bir narsa, uning sirtida bulduğanlar tabii tushib qoldigan bir narsa. Endi bu siyosiy tashkilotlar tabiiy holatda o'zininki har birisining yo'l xaritasi bo'lishi mumkin, o'zgacha. Lekin hozir bu chechalang'uliq emas, yuqori degandek. Hozirgi vaziyat har bir odam o'zi xohlagan ish qilib tursin deydigan unda holat emas. Kuchni birlashtiradigan, hamkorlashtiradigan, cho'ng masala bo'lgan bo'lsa, uni ittifoqchi kichik masala bo'lgan bo'lsa, uni ko'mas soladigan, ba'zi xatolik bo'lgan bo'lsa, hukumat soladigan, unda bir vaziyat yashab o'tiramiz. Xo'sh. Shu bu yer bu millatni hamkorlikka ekilish ya o'rtoqlikqa ekilish uchun siyosiy harakat prinsipi yoki ahdinomi shartnomasi intayin muhim. Balkim tuzayotganlar bor.
Men bu şu urinayotganlarning birisi balkim bir necha qamma chiqishi mumkin. Tutib bo'lgan hamma taqin ajr qilinadi. Balki boshqa ustozlar, boshqa kasbiy sohadagi erboblar yoki ba'zi qarindoshlar qilganlar bo'lishi mumkin. Ammo mening bir urinishim bor, balkim uzun qamma chiqishi mumkin. Xo'sh, andikim oxirdagi qallig'i taqalgan savoldan birisi, ya'ni zo'rlash, majburlash bir masalan bir narsa tuzildi yoki shartnoma, ahdnoma deydi. Hech qanday birisini buning ichiga kirishga, imzo qo'yishga majburlashga bo'lmaydi dedingiz. Normalda bu hamda agarda bunda qolib qolsa, masalan, yana birlik, haqiqiy birlik, ko'p kishilarning birlikka kelgan bir tashkiloti qurilmasi bu mavjud reallikqa chiqmaydi degan gap bu hamda. Chunki biz chet elda agar rasmiy bir davlatimiz bo'lsa, har tashkilot o'zining bilganini qilib maqsa desak. Masalan, bizdek bir ishg'ol ostidagi bir Xitoyning zulmidan qutulmoqchi bo'lgan millatni bir uni bir kontrol qiladigan, masalan, mayli ulamolar birligi bo'lsin yoki boshqa, masalan, bu butun umumiy millatning foydasiga bo'ladigan bunday bir ahdnomani qabul qilmayman, o'zimning bilgancha ma'man desa, hech kim zo'rlayolmasa, bunga kir demasa, bu qandaqsiga bir kuchli bir narsa o'ttirga chiqqan bo'ldi sizcha? Ebiyatim bir nuqtani deb o'tib ketdi. Masalan, bunga nima uchun desangiz, masalan, Turkiyadek bir yerda, chunki Sharq Turkiston da'vosigimiz ziyon beradigan bir ahvolda birileri 10-20 odamni chaqirib o'zini jumhur raisi qilib oladigan bir vaziyat yashayapmiz. Yani buni hech qanday bir tashkilot qo'yib bunga bir narsa deyanmasa yoki to'xtatanmasa, qaysi kuchdan söz qilamiz bu yerda? Biz bir baştan kelaylik. Ebiyatim bir nuqtani eskartib o'tgan. Siyosiy harakat ahdnomasi tuzilmagan bo'lsa-mu, har bir odam musulmon bo'lish e'tibori bilan, Uyg'ur bo'lish e'tibori bilan, inson bo'lish e'tibori bilan shu vatanninki bir a'zosi bo'lish e'tibori bilan o'zining mas'uliyatini tunishi lozim. Xo'sh. Endi bu ahdnom tuzilgan vaqtida bu millatning kimligiga uyg'un keladigan, millatning qimmat qarashini hurmatlaydigan, millatga kaydigan chapango'sh dal keladigan bir ahdnoma. Buni aqli va iymoni joyida bo'lgan, oshqullikdan xoli, uning ta'tiri so'g'an, ta'tir oshqullikdan xoli bo'lgan bir vatanparvar inson tabiiy holatda uni qo'llaydi. Garchi ba'zi taraflar ko'ngliga vaqtincha yetmasin, ya'ni vaqtincha yoqmasin. Vatanparvarlar bo'lsa, odamgarchilik qaysiga rioya qiladiganlar bo'lsa, buni qo'llaydi. Agar buni qo'llamay qolib qolsa, yuqori deganimizda bu millatning asli tabiiy holatda tushib qoladi. Millatning qimmat qarashini hurmatlamaydigan, millatning kimligini hurmatlamaydigan shaxslar, o garchi cho'ng bir soyivanning ostiga kirib olgan bo'lsa-mu, cho'ng ism qo'yib olgan, mark qo'yib olgan, uzun qolmay mag'lub bo'lib tashlanadi. Men bugunki ba'zi bir ismini atmayan ba'zilar misol qilsak, dal buningki misolini tushungani bo'ladi. Xo'sh. Endi nima uchun zo'rlashga bo'lmaydi degan vaqtda bu iymonga topshirilgan, axloqqa topshirilgan, mas'uliyat topshirilgan, insonga topshirilgan bir insonlik topshirilgan bir mas'ul bo'lsa. Buni zo'rlaymiz desak, qaysi kuch bilan agar biz muntazam bir armiya, muntazam bir hukumat, muntazam bir apparat shakllantirilgan bo'lsak, ba'zi harakatlarni ishbirlik qilganlarni tutib, josuslik qilganlarning adibini berib, sotqinlik qilayotgan, fitna fasod tarayotgan, hozir shu jamiyat 10 fitna qova, mush 10 fitna qo'ysa, bu tashkilotlar orasidagi jamiyatga fitna fasod jiq tugaydi. Sanab kelsa hammasi baloyi ofatning 5 oy 10. Men mishal bir gap qilsam, ustoz hozir yo'q. Yo'q, men davomlashib endi qilay. Xo'sh. Men gapni nima qilay? Endi majburlaymiz desak, nima chiqarsa, u iymoni bilan kirmasa u ahdnomaga, axloq mas'uliyati bilan kirmasa, millatning kimligi ekan, o'zimning shaxsiyati voz kechsam kechay, tashkilotim tutsin deb kirmasa, buni majburlab akkasak, bu yer munofiqlik shakllanadi. U yerda elingan qarorlar joyida turmay sirtqa yayib o'tadigan, pash qilib o'tadigan, sotqinlik qilganlar shakl. Xuddi e'tiqodimizda, bizning musulmonlik e'tiqodimizda islomga bir odamni zo'rlab kirishga bo'lmaydi. Va Daesh baş saqlar islom vakillik qilolmaydi. Ularning tamoman yolg'on. Bir odamni islomga zo'rlab kirishga bo'lmaydi. Chunki islomga bir odam zo'rlab kirishgancha nima shakllansa, munofiqlik, sotqinlik shakllanadi. Fazilat shakllanadi. 3 kundagi fursatda yana oladi. Şunu bir adamni majburlab kirgizish
u uningga ruh bermaydi, kuch bermaydi. Balki fitna basatdir. Shun kirsan kirdi. Ya'ni iymoni va, axloqi va, vatanparvarligi va, samimiyat odam kirdi, bu yo'l ketdi. Ammo shakalla palta deb atalgan, süpüge deb atalgan, saktipes koymi deb atalgan, bunu bir yerde kırıp taşlanıp kalır. Ya edem buludu ya ki taşlanıp ahlet olur. Ama abski bugün küllikte bazıları özününki yalğız kalmaz kuşun, ya ki özününki katta adam ikenlik şekilde edem çıkışın, bu süpüge demdik, yanım jimi demdik, ahletliğine birisi vezir doğagan, birisi başbakan var, ahletliğine çıkılır. Bu millet meclisine hiç dersemez, bu ahletliğine tükürüp juğuşturmak lazım. İtibarga, kılça itibar kalması lazım. Eğer erkek men deydigan, yani birisi deydigan bo'lib qolsa, aman amr ma'ruf nahy munkar noqtasini edipini verib chiqishtirish lazım. Bu millatni hech birisi ham vakillik qila olmaydi bundan. Xo'sh. Mushada masalan bu chet elda biz yani bir yoki harbiy yoki adliya bir kuchimiz yo'q, qaysi kuchlarni degan olmasang. Buningga masalan bizdagi bir millatningki shu da'voga ziyon bermasligi uchun, umumiy Sharq Turkiston xalqining da'vosiga ziyon bermasligi uchun islom dunyosida masalan bizga o'xshash ishg'olga uchragan millatlarningki birdan bir masalan bizga o'xshash muhojiratda har qaysi davlatlarda yashayotganlarningki o'zining butun dardini, butun masalalarini elib boradigan o'rni shularningki qaysi millatdan bo'lsin o'limalari, olimlari yig'ilgan tashkilotlar, Sharq Turkiston ulamolar birligiga o'xshash. Xalqimiz boshida deyotimiz musulmon, hammasi Alloh va Rasuliga, bu dinga hurmati, bu dinga bo'lgan sevgisi, mayli ojiz yuqori bo'lishdan qat'iy nazar, 100 turani har qanday bir vaqtida barmoq bilan sanig'ichilik bo'ldigan ba'zi bir xuddi saq mevaning ichidan buzuqlar chiqqandek, bu dinga o'chmanlik bilan qaraydiganlar barmoq bilan sanig'iladigan darajada uchiq oshkora bu dinga masalan yoqtirmaydiganligini bildiradigan maxluqlar. Ko'pinchisi dinimizni yaxshi ko'radigan o'limalarni, olimlarni yaxshi ko'radigan, ularning gapini anglaydigan bir xalq biz. Buningga bir illa bir kuch bo'lish kerak emas-ki mencha. Sharq Turkiston o'limalar birligidek bir tashkilot agarda bu millatningki ziyniga ish qilayotgan birisini ashundoq kelgan yerda bir bulonda to'rtini yig'ib olib, bir narsa bo'lib, yana bir bulonda bir narsa qilib, bundoq pochilab, davoni pochilaydigan, davoning umumiy yo'nalishiga ziyon beradigan bundaq shaxslarni, tashkilotlarni xuddi burunqi o'limalar musulmonlarning ziyniga ish qilgan har qanday bir hatto olim bo'lsin, islom dinida olim bo'lsin, uning uchiq oshkora ismini atab turib musulmon xalqni uningdan ogohlantirish, uningga ergashmaslik haqida ogohlantirgan tariximiz nihoyat ko'p. Bundaq maxluqlarni nima uchun chiqib o'limalar birligi nomidan falon tashkilot yoki pustani odamga ergashishga bo'lmaydi. Buning keyinda ma'mala bu davoni Sharq Turkiston, masalan Turkiyadagi Sharq Turkiston davosining umumiy yo'nalishiga ziyon berayotgan maxluqlar bular. Deb degandek bir tavsiya shaklda bir narsalarning chiqishi xalqimizning undaqlarning atrofidan tarab ketishiga sabab bo'lmadi buniki. Siz buncha kishi nima uchun qolmaysizlar? Bu savol albatta to'g'ri bir savol. Dal joyiga tushgan savol deb qarayman. Yuqorida aytilgandek olimlarning mas'uliyati boshqalarning mas'uliyatidan og'ir. O'lama demak islom dinining vakolatan imzo qo'yish degan ashunday bir sharafni o'z ichiga oladi. Xo'sh. Ham bu ulamolarningki sifatlaridan birisi jur'atli bo'lish, haq yo'lda qo'rqmaslikdir. O'zi e'tiqod qilgan prinsipni cho'ntirish degan sifatlar bor. Buning asosan soxtipazlikni qo'ygan, qo'yimchilikni, kazzoblikni qo'ygan, millatni qaymoqtirayotgan bunda oshkor bir shaxslar ya tashkilot bo'lgan bo'lsa, buningdan ogohlantirish birinchi bo'lib bu ulamolarning, olimlarningki mas'uliyati. Amr ma'ruf nahy munkar degan mana shu. Haq yo'lni bayon qilish, haqiqatni bayon qilish deganimiz shu. Chunki dinimizda la dina liman la amanata deydigan bir hujjat bor. Ham bu olimlardan sirt har bir musulmonning majbur. Ya'ni ishonchisi yo'q odamning e'tiqodi yo'q deydi. Xo'sh. Amonati bo'lmagan, boshqalar ishonmaydigan, boshqalar pulni amonat qo'yolmaydigan, obro'yni amonat qo'yolmaydigan, sirni amonat qo'yolmaydigan bu odamning dinimiz saxta deydi. Dinimiz shunday oshkor hujjat turgan bo'lsa-mu, ammo bu o'limalardan sirt bir ozga qaytib masalaga bu xalqimiz musulmon turug'liq, nayati soxtipaz, axlatchilik qimmati bo'lmagan
necha qatim takrar saxtipazlik qilganlik oshkorlanib ketgan bu odamning ba'zi tashkilotga oshirgan keyin yurgani bu odamni hayron soldigan bir ish. Bu musulmonlik yarashmaydi, hargiz yarashmaydi. Chunki dinimiz bu yerda rahbar bo'lgan, lider bo'lgan, yetakchi bo'lgan odam sifat qo'yib, buning ichida birisi bu yerda hafizun alim oyatda. Bu ishonchlikmi? Bu ishonchsiz deb qaragan odamlarni tamoman buni e'tibor sarf qilish kerak. Uni gapini anglamaslik, videosini ko'rmaslik, tamoman buni ko'mib o'tish lozim. Ya'ni ko'mish kerak, gapini ko'mib o'tish. Uni e'tibor qilmaslik lozim. Qilcha uning ahamiyat bermaslik lozim. Vaqti kelib qolsa, buningga sen millat ziyonkashlik qilyapsan, ma millatning ko'rishiga ziyonkashlik qilyapsan, sen bizning vakilimiz emas, bu millatning hech qanday vakillik qilolmas, saqtpas ishyo'na qil deb uningga nasihat qilgan har bir musulmon. Ammo afsuski, qarindoshlarimiz ba'zi o'zini mujohid deydi, ba'zi siyosiy deydi, ba'zi o'zi ulamo deydi, haq gap qilgan yerda men ziyon kelib qolmasin, meni qilib qolmasin deb o'zaro bo'zak kelsa, toz gap qiladigan, toz yozgan, lekin olimga o'xshash saqtpas voya kelgan chog'da biraz yozmaydigan, ya gap qilmaydigan, ya millat ogohlantirmaydigan, ashida bir illat mavjud. Buni boshda ulamolar o'zish kerak. Millat ziyon keladigan bo'lsa, bunga keskin bir narsa deyish ulamolarning majburiyati. Siyosiy arboblarning, siyosiy tashkilotlarning majburiyati. Endi nima uchun bozor tepadi bu axlat deb atsa, uch qashqar davridan kelib, chunki Yevropadagi, Amerikadagi bir qism birodarlar qisman ideya farq sababidan qay sababdandir, ya'ni boshqa uqilmagan, men uqilmagan sabablar bo'lishi mumkin. Ulamolar birligiga hujum qilganlik. İslam dinine hücum kılarlar. O isim bilen, bu isim bilen. Enen kendi Türkiye'deki ötkenliğindeki olan koşu mağarip hücum kılarlar. Bu noktadan, muş mağaripnin kendinde, ya ölümanın kendinde, mağarip özüge, ben ölüman nokta deymen ki. Bunun kendi gap kıgalları, ağzını jom, nimda kılsan demek, bizgi gap kılış bergendikinde, ahlakını oturup açık kozgavatkan, kendini gelmiyorvatkan, bir kısım atalmış, qalamkash atalmış siyosiyon deb atagan bir qism odamlar yo'q emas bu ishdan. Ya'ni millatga samimiylik bo'lgan odamlar bo'lib qolsa, bu tayini yo'q odamlar hargiz o'tirib chiqmaydi. Bir odam uni qo'llamaydi. Bu qanday bo'ladi bu yerda? Bir odamga masalan, saxtpaz deb tonilgan, yolg'onchi deb tonilgan, qo'ymish deb tonilgan mushtaq masala. Ma talaq masala bo'lsa, ulamolar birlikda so'raydigan. Ammo millatning taqdiriga munosabatlik, vatanning taqdiriga munosabatlik, siyosiy harakatning taqdiriga munosabat masalada nima uchun fatvo so'ramaydi? Fasalu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Bilmasan so'rad. Bu yerga kelgancha millatimiz ham siyosiy bo'lib oldi, hamma siyosiy arbob bo'ldi. Siyosiy masala kelgandagi bu ulamolar bilmaydi, nikoh taloq bilan bo'ldi, shuni bilan bo'lsin. Demak, hammasi ulamo bo'lgancha, hammasi siyosiy arbob bo'lgancha, bu ulamolardan bu yerga kelgancha fatvo so'ramaydi. Hatto ba'zi qarindoshlarimiz borki, xatoligini bilib turib ishni qilib o'tdi. Qilib bo'lib enin kendi so'raydi. İşte manda qilgan manda bo'lib. Dastlabda kirishda ilgari maosh halolmi, halol emasmi? Maosh to'g'ri, uni so'ramay, ish bo'lib bo'lgan, tatadigan ziyonni tatib. Masalan, adresi 10 million, 20 million dollarninki chapadagi oltin bozorda vayron bo'lganligi. Misal. Ish bo'lib bo'lgandan keyin halolmi, harommi deb endi so'raydi. Buni so'ramaydi. Bu qanday musulmonlar? Yani samimiy musulmonlarchilik ol, ishning bashidan bu shariat uygun emas var. Demak, bu yerda dindarlikda saxtpazlik var, shakilvozlik var. Bu noktadan aramızda shunday kasat, fasit odam to'simi buni emri ma'ruf nahy munkar noktasida nasihat qilmay, uni kendi ma'digan, chapinni ko'tardigan, hattoki uni taqtish birdigan, voy nimbos qilyapti emasmi? Buni millat bundekini aytilgan zina qaramay, voy mana ish qilyapti-ku, mana faoliyat qilyapti-ku, tontyapti. Ammo uning keyin nimani o'ylaydigani, vaqt kelib qolsa millatning dumbisiga xanjar sanjini his qilinmaydigan bu xil siyosiy ongsizlikmi bu ishlarga as qo'shaqliq. Xayr, ko'p rahmat, Alloh razı olsun. İnşallah bu kasallanma o'chib ketar. Shuni orzu qilamiz inshaalloh. Programımız vaqtimi eshib ketdi. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Oldimizga sonda ko'rishguncha. Rahmat sizga. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib Islom va biz programmamizning 64-soni mush yerda oxirlashdi. Da'dimiz ko'p haqiqatan, qadrli ko'ruvchilarimiz. Anlab o'tdinglar, ko'rib o'tyapsizlar. Rabbim inshaalloh bu millatga, millatimizga
haqiqiy bir şuur, tuyg'u, bu realligimizni haqiqiy tushuna oladigan, shunga ko'ra harakat qiladigan, oldi-keynimizga qarab turib mangadigan, yetti o'lchab bir kasdaydigan bir tuyg'uni, bir hissiyotni ato qilishini Rabbimdan tilaymiz. Allah milletimizning ustidagi bu qiyinchilik kunlarni eng tez fursatda ko'tarib o'tkazsin inshaalloh, umidimiz bu. Allah ömür berse aldığımızdaki sanda görüşükçe aman boğayslar. Programımızın takip koyuşunu unutmayayslar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.